Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz basseyn ximikatlari, ularning ketma-ketligi va ulardan qanday qilib to'g'ri foydalanish kerakligini sizlarga tushuntirib o'tamiz. Sizlar bilan Astral World kompaniyasi o'ylaymanki ushbu videoyimiz uyda basseyni bor insonlar uchun ancha manfaatli bo'ladi. Birinchi o'rinda ishimizni suvni normativini aniqlab olishdan boshlaymiz. Buning uchun bizga kerakli bo'ladi testerlar. Testerlarning ham 2 xil, 3 xil versiyalari bor. Kapliya holatdaginisi, elektron holatdaginisi hamda deluxe holatdagi testerlarimiz bor. Suvni normativi nima uchun kerak? Agarda biz suvni normativini aniq o'lchab olmasak, undan keyingi soladigan ximikatlarimiz ta'sirchanligi 100% bo'lmaydi. 100% bo'lish uchun biz suvni yumshoq va qattiq holatini o'ziga keltirib olishimiz kerak. Buning uchun O'zbekistonimizda hozir asosan suvlar normativi qattiq hisoblangani uchun biz uni yumshatib olishimiz kerak va buning uchun bizga kerak bo'ladigan vosita pH- hisoblanadi. Birinchi o'rinda pH- solamiz. 1 litri 100 kubaga mo'ljallangan va bu 2 koeffitsient holatda tushirib beradi. Ikkinchi o'rinda xlor solinadi. Xlorning vazifasi suvdagi barcha bakteriyalarni o'ldirib, dezinfeksiya vazifasini bajaradi. Suvimizning normativini o'ziga keltirib olganimizdan keyin suvdagi mikrob va bakteriyalarni pastga cho'ktirib olishimiz uchun bizga kerak bo'ladi flokulyant. Ushbu mahsulotimizni ham 1 litr 100 kubaga mo'ljallangan. Asosiy vazifasi suvdagi kirlarni jamlab pastga cho'ktirib beradi va siz buni pilisos qilib olishingizga osonroq bo'ladi. Chunki suvda ko'zga ko'rinar, ko'rinmas bakteriyalar juda ham ko'p. Pilisos qilib tozalab bo'lgandan keyin algitsid, ya'ni har xilda aytganda ko'k suv deyiladi. Ushbu mahsulotimizni 1 litri 100 kubaga mo'ljallangan. Asosiy vazifasi suvdagi o'simtalarga qarshi yog'lama bo'lib ketish, suvni cheklaridagi shilimshiq vositalarni oldini oladi va undan keyin bularni hisob bo'lganingizdan keyin suvni himoya vazifasini bajaruvchi tabletkalardan foydalanamiz. Tabletkalarimiz ham 2 xil bo'ladi. Piat vadnum hamda dest vadnum bo'ladi. Dest vadnumni piat vadnumdan farqi shundaki, buni funksiyasi ko'proq va cho'milganingizda tanadan xlor hidi qolmaydi. Keyin ko'pincha bizga kelib tushadigan savollardan biri shu xlor tabletkalarning o'rniga qanaqadir boshqa bir yechim bormi, kimyoviy vosita bormi, zararsiz degan mijozlarimiz uchun biz Zaytun brendi asosida ishlab chiqarganmiz. Ushbu ximikatlar barchasini va Dvavadnum mahsulotini tavsiya qilib qolamiz. Dvavadnum bunda algitsid, baktersid moddalari bo'lib, baktersidning asosiy vazifasi xlor bilan piat-vadnumni o'rniga ishlaydi. Shu bilan birgalikda bu uzoq muddat turadi va zararsiz. Har xil qitishmalar, ko'zda suvni ochgan holatda ko'z qizarishlarining oldini oladi va xonada xlor hidini yo'q qiladi. Shuning uchun hozirda bozorda raqobat yo'q bu ushbu mahsulotimizni sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Agarda Intex basseynlar uchun buni 1 litrini oladigan bo'lsangiz, bitta sezonga yetadi. Chunki buni 1 litri 100 kubaga mo'ljallangan. Ochiq, yopiq turdagi barcha basseynlarga mo'ljallangan. Nima uchun bu Dvavadnum? Chunki bunda kirni cho'ktiradigan flokulyant yo'q. Intex basseynlar uchun juda to'g'ri keladi. Va xuddi shuni Trivadnomi bor. Bunda algitsid, baktersid, flokulyant moddalari bo'lib, uchtasi bittada jamlangan. Buni ham 1 litri 100 kubaga mo'ljallangan. Shu bilan birgalikda kislotamiz bor. Basseyn mayolikalari, kafel va turli xil plitkalarga moslashgan kirlar bo'ladi. Nalyotlarni yuvish uchun ko'pchilik hidli, har xil kislotalardan zerikkan va shunga biz osonroq yechim qilganmiz. O'zimiz antimineral Zaytun brendi ostida ishlab chiqarilgan kislotamizni tavsiya qilib qolamiz. Ushbu video sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Buyurtma berish uchun pastdagi ko'rsatilgan raqamlarga hoziroq bog'laning.